Assalomu alaykum hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, buvijonlar va bobojonlar. Bugungi ma'lumot juda muhim, chunki gap pensiya, nafaqa kompensatsiya, bank kartasidagi pul, muddatli to'lovlar va 3 avgustgacha ishlatilmagan mablag'lar haqida ketadi. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi pul kuyishi mumkin, qaysi pul kuymaydi, kimlar zudlik bilan tekshirishi kerak. Kimlar esa bekorga xavotir olmasligi kerak. Eng muhimi, videoni oxirigacha ko'ring, chunki ko'pchilik aynan bitta nozik joyini bilmagani uchun keyin bankka, mahallaga, pensiya jamg'armasiga qatnab yuradi. Agar siz pensiya olsangiz, ota-onangiz pensiya olsa yoki qo'shningiz, qarindoshingiz bank kartasiga pul tushishini kutib yashasa, bu ma'lumot ularga ham kerak bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda pensionerlar uchun eng kerakli va amaliy ma'lumotlarni tushunarli qilib berib boraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyasini pochta orqali naqd pul shaklida olardi. Pochtachi uyma-uy yurib, pensionerning imzosini olib pulni qo'liga berardi. Bunda pensioner biror bank kartasi, bankomat, mobil ilova, SMS xabar, pin kod kabi narsalar bilan ko'p shug'ullanmasdi. Pul keldi, qo'lga oldi, uyga qo'ydi, kerak bo'lsa ishlatdi. Keyingi yillarda vaziyat o'zgardi. Pensiya va nafaqalarning katta qismi bank kartalariga o'tkaziladigan bo'ldi. Bu qulay, pul vaqtida tushadi. Bankomatdan olish mumkin, do'konda karta orqali to'lash mumkin. Farzandlar ham ota-onasiga masofadan yordam bera oladi. Lekin shu bilan birga yangi muammolar ham paydo bo'ldi. Kimdir kartasidagi pulni tekshirmaydi, kimdir SMS kelmasa pul tushmagan deb o'ylaydi. Kimdir karta muddati tugaganini bilmaydi, kimdir pin kodni unutadi. Kimdir banka borishga qiynaladi. Yana kimdir pul kartada tursa hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida oddiy oylik pensiya kartaga tushgan bo'lsa, u odatda o'z-o'zidan ertasi kuni yo'q bo'lib ketmaydi. Lekin ayrim to'lovlar, qo'shimcha yordam pullari, kompensatsiyalar, subsidiyalar, bayram oldidan berilgan moddiy yordamlar yoki ma'lum dastur doirasidagi mablag'lar muddat bilan berilishi mumkin. Aynan mana shu joyda 30 avgustgacha ishlatmaganlarning puli kuyadi degan gap paydo bo'ladi. Ya'ni bu hamma pensiya puli birdan kuyadi degani emas, lekin ayrim toifadagi mablag'lar bo'yicha muddat bo'lishi mumkin. Shuning uchun men sizga vahima emas, aniq tekshiruv va to'g'ri harakat kerakligini tushuntiraman. Oldin pensioner pulni qo'lida ushlab ko'radi. Agar 1 million 2 ming so'm pensiya olsa, pochtachi shuncha pulni olib kelardi. Agar 1 ming so'm kam bersa, pensioner darrov sezardi. Hozir esa pul karta hisobiga tushadi. Ba'zi pensionerlar bankomatga bormaguncha kartada qancha pul borligini bilmaydi. Ba'zan bankomat yaqin emas, ba'zan bankomatda naqd pul tugagan bo'ladi. Ba'zan pensioner keyin olaman deb yuradi. Shu orada biror muddatli mablag' bo'lsa, undan foydalanish muddati tugab qolishi mumkin. Yana bir o'zgarish, davlat va bank tizimlarida to'lovlar turlicha ko'rinishda bo'lishi mumkin. Masalan, birinchisi oddiy pensiya. Bu sizga har oy tayinlangan pensiya bo'lib, sizning asosiy daromadingiz hisoblanadi. Ikkinchisi nafaqa yoki ijtimoiy yordam. Bu ayrim holatlarda alohida shartlar bilan beriladi. Uchinchisi kompensatsiya yoki bir martalik yordam. Bu bayram, narx oshishi, kommunal to'lovlar, dori-darmon, oziq-ovqat yoki boshqa maqsadlar uchun berilishi mumkin. To'rtinchisi bank, mahalla, hokimlik yoki ijtimoiy dastur orqali ajratilgan maqsadli pul bo'lishi mumkin. Mana shu to'lovlarning hammasiga bir xil qo'yda qo'llanmasligi mumkin. Men shuni alohida aytaman. Oddiy pensiya bilan muddatli yordam pulini aralashtirmang. Agar odam hamma pul 30 avgustda kuyadi deb qo'rsa, bu noto'g'ri. Lekin hech qaysi pul kuymaydi. Tekshirish shart emas, desa ham noto'g'ri. Eng to'g'ri yo'l karta hisobingizni, oxirgi tushumlarni, to'lov turi va shartini tekshirish birinchi navbatda. So'nggi oylarda pensiyadan tashqari qo'shimcha pul olgan pensionerlar tekshirish kerak. Masalan, sizga odatda har oy 1 million 500 ming so'm pensiya tushadi. Lekin iyul oyida birdan 1 million 700 ming so'm tushdi. Siz pensiya oshgan ekan deb o'yladingiz. Aslida u 200 ming so'm bir martalik yordam, kompensatsiya yoki boshqa maqsadli to'lov bo'lishi mumkin. Agar uning muddati bo'lsa, foydalanilmagan qismi qaytarilishi yoki bloklanishi ehtimoli bor. Shuning uchun tushumning manbasini bilish kerak. Ikkinchi toifa, kartasidan uzoq vaqt foydalanmagan pensionerlar. Masalan, bobomizning kartasiga har oy pensiya tushadi. Lekin u pulni o'g'li yoki qizi olib beradi. Bir oy farzandi band bo'ldi, 2 oy kela olmadi, karta javonda turdi. Pensioner pul tushyaptimi, tushmayaptimi bilmaydi. Bunday holatda karta faolmi, muddati tugamaganmi?
Hisob bloklanmaganmi? Qo'shimcha muddatli pul bormi? Barchasini tekshirish zarur. Uchinchi toifa bank kartasining amal qilish muddati tugaganlar. Karta ustida oy va yil yozilgan bo'ladi. Masalan, naki 24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta 2024 yil avgust oyigacha amal qiladi. Agar karta muddati tugasa, unga bog'liq ayrim amaliyotlar ishlamasligi mumkin. Ba'zi holatda pul hisobda turaveradi, lekin siz bankomatdan ololmaysiz. Pensioner esa pulim kuyib ketdi deb o'ylashi mumkin. Aslida pul hisobda bo'ladi, faqat kartani yangilash kerak bo'ladi. Lekin agar muddatli yordam kartada turib, undan o'z vaqtida foydalanilmasa, masala murakkablashadi. 4-toifa telefon raqami o'zgargan, SMS xabarnoma ishlamayotgan pensionerlar. Ko'p odamlar bank kartasini olayotganda bitta raqam ko'rsatadi. Keyin raqamni almashtiradi yoki sim karta yo'qoladi. Natijada pul tushgani haqida SMS kelmaydi. Pensioner hech narsa tushmadi deb yuradi. Aslida pul kartada bo'ladi. Shuning uchun bankdagi telefon raqamingiz hozir ishlayotgan raqam ekanini tekshiring. 5-toifa mahalla inson ijtimoiy xizmat markazi, hokimlik yoki boshqa tashkilot orqali bir martalik yordam olganlar. Chunki bunday pullar ba'zan maqsadli bo'ladi. Masalan, oziq-ovqat xarid qilish, dori olish, kommunal to'lovni qoplash kabi yo'nalishlarda ajratilishi mumkin. Agar pul ma'lum muddat ichida ishlatilishi belgilangan bo'lsa, o'ttim avgust kabi sana juda muhim bo'lib qoladi. Endi men sizga xotirjamlik beradigan tomonini ham aytaman. Agar siz har oy pensiyangizni odatdagidek olib kelayotgan bo'lsangiz, kartangiz faol bo'lsa, pulingizni bankomatdan yechib olayotgan bo'lsangiz, qo'shimcha notanish to'lov olmagan bo'lsangiz, 30 avgust sanasi sizning asosiy pensiyangiz birdan yo'q bo'lib ketadi degani emas. Masalan, siz 2 million so'm pensiya olasiz. Avgust oyida pensiya tushdi, siz uning 1 millionini ishlatdingiz, 1 millionni kartada qoldirdingiz. Bu oddiy pensiya mablag'i bo'lsa, u faqat sana kelgani uchun kuyib ketmasligi kerak. Bank hisobida qoladi. Lekin muammo shundaki, odamlar kartadagi umumiy pulni ajratmaydi. Qaysi qismi pensiya, qaysi qismi yordam puli, qaysi qismi kompensatsiya bilmaydi. Shuning uchun bankdan yoki mas'ul idoradan aniqlik kiritish foydali. Yana bir misol, onaxon 1 million 300 ming so'm pensiya oladi. Har oy shu summa tushadi. Hech qanday qo'shimcha 200 ming, 300 ming yoki 500 ming so'm tushmagan. Kartasi ishlaydi, pul yechiladi. Bunday holatda faqat internetda eshitgan gap bilan vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir balansni tekshirish yomon emas. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner aka har oy 1 million 800 ming so'm pensiya oladi. Iyul oyida kartasiga 2 million 100 ming so'm tushgan. U pensiyam oshibdi deb o'ylagan. Lekin aslida 300 ming so'm qo'shimcha ijtimoiy yordam bo'lgan. Aka bu pulni ishlatmagan. Chunki kartani uyda saqlab qo'ygan. Avgust oxirida esa mahalladan mablag'dan foydalaning, muddat tugaydi degan ogohlantirish kelgan. Agar u tekshirilmaganida 300 ming so'm bo'yicha muammo chiqishi mumkin edi. Bu yerda asosiy pensiya emas, qo'shimcha to'lov muhim. Ikkinchi misol. Samarqandda bir buyjonning kartasiga pensiya tushib turgan. Lekin kartaning muddati tugagan. Buyjon bankomatga borgan, bankomat kartani qabul qilmagan. U davlat pulimni bermayapti deb o'ylagan. Farzandi bankka olib borganda ma'lum bo'lgan. Pul hisobda turibdi, karta yangilanishi kerak. Buyjon yangi karta olib pulini yechib olgan. Demak, ba'zan pul kuyishi degan qo'rquv karta texnik muammosi bilan bog'liq bo'ladi. Uchinchi misol. Qashqadaryoda bir pensionerga dori darmon uchun maqsadli yordam ajratilgan. U pulni oddiy pensiya bilan birga kartada qoldirgan. Dori naqd pulga farzandi olib bergan, karta pulga tegmagan. Keyin yordam puli maqsadli bo'lgani va ma'lum muddat ichida ishlatilishi kerakligi aytilgan. Mana shunday vaziyatlarda mening pulim kartada turibdi-ku degan gap yetarli bo'lmaydi. To'lovning sharti bor yo'qligini bilish kerak. 4-misol. Farg'onada yashovchi otaxon SMS xabarnoma ulangan deb o'ylagan, lekin telefon raqami boshqa odam nomiga o'tib ketgan. Pensiya tushgan, qo'shimcha pul ham tushgan, lekin otaxon xabar olmagan. U 3 oy davomida hisobni tekshirmagan. Keyin bankka borsa, pulning bir qismi bor, lekin bir qismi avtomatik to'lovlarga ketgan. Kommunal, kredit kafilligi yoki boshqa ulanishlar sababli. Shuning uchun karta nafaqat pul saqlanadigan joy, balki turli xizmatlarga ulanib qolgan bo'lishi ham mumkin. Buni tekshirish shart. Birinchi nozik joy. Ishlatish degani har doim bankomatdan naqd yechish degani emas. Ba'zi mablag'lar karta orqali do'konda to'lash, dorixonada to'lash yoki ma'lum xizmatga sarflash orqali ishlatilgan hisoblanadi.
Ba'zi hollarda esa naqd yechib olishga ruxsat bo'lmasligi mumkin. Masalan, maqsadli yordam faqat oziq-ovqat yoki dori uchun berilgan bo'lsa, uni bankomatdan yechish imkoni cheklangan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bankomatdan ola olmadim, demak pul kuydi deb xulosa qilmang. Avval to'lov shartini so'rang. Ikkinchi nozik joy pul kartada ko'rinmasligi, lekin hisobda bo'lishi mumkin. Bank kartasi va bank hisob varag'i alohida tushuncha. Karta plastik vosita, hisob esa bankdagi sizning pulingiz turadigan joy. Karta yo'qolsa ham, muddati tugasa ham, ko'p hollarda hisobdagi pul yo'qolmaydi. Siz bankka pasport bilan borib, hisob holatini so'rashingiz mumkin. Lekin muddatli yordamlar bo'yicha alohida qoidalar bo'lishi mumkinligini yana bir bor ta'kidlayman. Uchinchi nozik joy. Pensionerning o'zi bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasi chiqadi. Ko'p farzandlar otamning kartasi menda, men olib beraman deydi. Bu hayotda ko'p uchraydi. Lekin rasmiy amaliyotlarda bank ba'zan pensionerning o'zini talab qiladi yoki notarial ishonchnoma so'raydi. Agar pensioner yura olmasa, oldindan bankdan qanday tartib kerakligini bilib oling. Ba'zi banklar uyga xizmat ko'rsatish yoki vakil orqali xizmat qilish tartibini tushuntirib beradi. 4-nozik joy, qarzdorlik va undiruvlar. Agar pensionerning kredit qarzi, aliment, sud ijrosi bo'yicha majburiyati yoki bank oldida boshqa qarzdorligi bo'lsa, kartaga tushgan pulning bir qismi ushlab qolinishi mumkin. Odam buni ham pulim kuydi deb o'ylaydi. Aslida pul yo'qolmagan, qarzdorlikka yo'naltirilgan bo'ladi. Bu holatda bankdan hisobvaraq harakati, ya'ni qachon qancha pul tushgan va qayerga ketganini ko'rsatadigan ma'lumotnoma olish kerak. 5-nozik joy. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish. O'tim avgust kabi sanalar atrofida firibgarlar juda faollashadi. Ular telefon qilib, pulingiz kuyib ketmasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodni, PIN kodni ayting deyishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech kimga SMS kodni aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham, mahalla vakili ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar siz kodni aytsangiz, kartangizdagi pulni o'g'irlab ketishlari mumkin. Pulni saqlab qolaman deb butun pensiyadan ayrilib qolmang. Birinchi qadam. Kartangiz balansini tekshiring. Buni bankomat orqali, bank mobil ilovasi orqali, SMS xabarnoma orqali yoki bank filialiga borib amalga oshirish mumkin. Agar siz ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingiz yordam bersin. Lekin SMS kod va PIN kodni hech kimga aytmang. Farzandingiz ishonchli bo'lsa ham, kodlarni baland ovozda aytmaslik odat bo'lsin. Karta xavfsizligi juda muhim. Ikkinchi qadam. Oxirgi 3-4 oyda kartaga tushgan pullarni tekshiring. Masalan, may, iyun, iyul, avgust oylarida qancha tushgan? Har oy bir xil summa tushganmi yoki bir oyda ko'proq tushganmi? Agar odatda 1 million 600 ming so'm tushib, bir oyda 1 million 900 ming so'm tushgan bo'lsa, farq nimadan iboratligini aniqlang. Bankdan hisob harakati chiqarmasini so'rang. Unda tushum sanasi, summa va ba'zan to'lov izohi ko'rinadi. 3-qadam. Agar qo'shimcha pul tushgan bo'lsa, uning manbasini aniqlang. Bank faqat pul qayerdan kelganini ko'rsatishi mumkin, lekin to'lovning shartini har doim ham tushuntirmasligi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bo'limi, mahalla inson ijtimoiy xizmat markazi yoki to'lovni tayinlagan tashkilotga murojaat qiling. Menga falon sanada falon summa tushgan. Bu qanday pul, undan foydalanish muddati bormi? O'tim avgustgacha ishlatishim kerakmi deb aniq so'rang. 4-qadam. Karta muddatini tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Agar muddat tugan bo'lsa yoki tugash arafasida bo'lsa, bankka boring. Pasportingizni olib boring. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, bankdan vakil orqali yoki ishonchnoma asosida qanday tartib borligini so'rang. Kartani yangilashni oxirgi kunga qoldirmang, chunki 30 avgustga yaqin banklarda navbat ko'payishi mumkin. 5-qadam. Telefon raqamingizni yangilang. Bankdagi raqam hozir ishlayotgan raqamingizmi? SMS kelyaptimi? Agar kelmayotgan bo'lsa, bankka borib raqamni almashtiring. Bu oddiy ishdek ko'rinadi, lekin juda muhim. Chunki pul tushgani, yechilgani. Karta orqali to'lov qilingan haqida xabar kelmasa, siz o'z pulingiz ustidan nazoratni yo'qotasiz. 6-qadam. Agar pulni ishlatish kerakligi tasdiqlansa, uni maqsadiga muvofiq sarflang. Agar yordam oziq-ovqat uchun bo'lsa, oziq-ovqat oling. Agar dori uchun bo'lsa, dorixonadan kerakli dori oling. Agar naqd yechishga ruxsat bo'lsa va sizga naqd kerak bo'lsa, bankomatdan yechib oling yoki bank kassasiga murojaat qiling. Muhimi, muddat tugamasidan oldin harakat qiling. 7-qadam. Hamma hujjatlarni saqlang. Pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, SMS xabarlar, bankdan olingan ma'lumotnoma,
mahalladan berilgan xat yoki bildirishnoma bo'lsa, barchasini bir joyga qo'ying. Agar keyin pul qayerga ketdi degan savol tug'ilsa, sizda dalil bo'ladi. Agar masala bank kartasi, karta muddati, balans, pul yechish, SMS xabarnoma yoki hisob harakati bilan bog'liq bo'lsa, birinchi navbatda kartangiz ochilgan bankka boring. Pasportingizni olib boring. Bank xodimiga shunday deng: "Mening pensiya kartam bo'yicha oxirgi tushumlar va yechimlarni ko'rib bering. O'tdim avgustgacha ishlatilishi kerak bo'lgan mablag' bormi? Shuni aniqlashtirmoqchiman." Bankda sizga hisob harakati bo'yicha ma'lumot berishlari mumkin. Agar masala pensiya miqdori, pensiya qayta hisoblanishi, pensiya nega kam tushgani yoki umuman tushmagani bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. U yerga pasport, pensiya hujjatlari va bank kartasi ma'lumotlarini olib boring. Savolni umumiy bermang. Pulim kuyadimi demang. Aniq so'rang. Menga falon oyda falon summa tushgan. Bu asosiy pensiyami yoki qo'shimcha to'lovmi? Unda foydalanish muddati bormi? Agar pul mahalla yoki ijtimoiy yordam sifatida ajratilgan bo'lsa, mahalla raisi, ijtimoiy xodim yoki inson markaziga murojaat qiling. Ular sizning ijtimoiy yordam ro'yxatida bor yo'qligingizni, qanday yordam tayinlanganini va uning shartlarini tushuntirib berishi kerak. Agar bank yoki idora sizga tushunarli javob bermasa, yozma murojaat qiling. Oddiy ariza yozing. Men falonchi pasport seriyam falon, pensiya kartamga tushgan mablag'lar bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman. Ayniqsa o'tdim avgustgacha foydalanilishi talab etiladigan mablag' bor yo'qligini tushuntirishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshirish foydali, bittasi ularda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va imzo qo'ydirib o'zingizda saqlaysiz. Eng katta xato, qo'shnim aytdi, hammaning puli kuyarkan deb vahimaga tushish. Har bir odamning holati alohida. Kimdir faqat pensiya oladi, kimdir qo'shimcha yordam oladi, kimdir ijtimoiy dasturga kiritilgan, kimdir kartasini ishlatmagan, kimdir qarzdorlik sabab puldan ushlab qo'lingan. Shuning uchun qo'shnining gapiga qarab emas, o'z hisobingizga qarab xulosa qiling. Ikkinchi xato, oxirgi kungacha kutish. 2 avgustgacha vaqt bor deb yurilsa, 29 avgust kuni bankda navbat, bankomatda pul tugashi, karta bloklanishi, hujjat yetishmasligi, mas'ul xodim topilmasligi mumkin. Men har doim pensionerlarga maslahat beraman. Pul masalasida oxirgi kunni kutmang. Bugun tekshirsangiz, ertaga xotirjam bo'lasiz. Uchinchi xato, kartani boshqa odamga berib yuborish. Ayrim pensionerlar kartasini, PIN kodini, telefonini boshqalarga berib qo'yadi. Keyin pul qayerga ketganini bilmay qoladi. Agar farzandingiz yordam bersa yaxshi, lekin har oy tushum va xarajatni birga ko'rib chiqing. Qancha tushdi, qancha yechildi, qancha qoldi degan savollarga javob bo'lsin. 4-xato, SMS kodni aytish. Yana takrorlayman, bu juda muhim. Telefoningizga kelgan kodni hech kimga aytmang. Pulingiz kuyib ketmasligi uchun tasdiqlash kodi kerak desa ham ishonmang. Bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Bankka faqat o'zingiz boring yoki bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Internetda ko'ringan noma'lum raqamlarga ishonmang. 5-xato, pul tushmagan deb o'ylab tekshirmaslik. Ba'zan SMS kelmaydi, lekin pul tushgan bo'ladi. Ba'zan bankomat xato beradi, lekin hisobda pul bor bo'ladi. Ba'zan karta ishlamaydi, lekin yangi karta chiqarish kifoya. Shuning uchun har bir muammoni bosqichma-bosqich tekshirish kerak. Men sizga juda sodda reja beraman. Bugun yoki ertaga birinchi ish qilib kartangizni oling. Kartadagi amal qilish muddatini ko'ring. Keyin balansni tekshiring. Agar bankomatdan foydalansangiz, chek chiqaring yoki balansni yozib oling. Agar mobil ilova bo'lsa, oxirgi tushumlarni ko'ring. Agar tushunmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang, lekin xavfsiz unutmang. Keyin oddiy qog'ozga yozing. Mening odatdagi pensiyam qancha? Oxirgi oyda qancha tushdi? Farq bormi? Agar farq bo'lsa, bu farq nimadan? Masalan, odatda 1 million 400 ming so'm, bu oy 1 million 600 ming so'm. Demak, 200 ming so'mning manbasini aniqlash kerak. Agar odatda 2 million so'm, bu oy ham 2 million so'm bo'lsa, katta ehtimol bilan qo'shimcha muddatli pul yo'q, lekin baribir karta va balansni nazorat qiling. Agar sizga 30 avgustgacha ishlating degan SMS, xat, mahalla ogohlantirishi yoki bank xabari kelgan bo'lsa, uni jiddiy qabul qiling. Bu xabarni o'chirib yubormang. Rasmga olib qo'ying yoki saqlang. Keyin mas'ul tashkilotdan bu nimani anglatishini so'rang. Agar pulni sarflash kerak bo'lsa, maqsadli va qonuniy tarzda sarflang. Agar siz qishloqda yashasangiz va bank uzoq bo'lsa, mahallaga boring. Mahalla orqali bank kuni, sayyor qabul
ijtimoiy xodim yordami bor yo'qligini so'rang. Ko'p joylarda pensionerlar uchun amaliy yordam ko'rsatish imkoniyatlari bor. Faqat muammo chiqishini kutmasdan oldindan harakat qilish kerak. Hurmatli pensionerlar, bugungi gapning eng muhim joyi shuki, hammaning oddiy pensiyasi 30 avgust kuni o'z-o'zidan kuyib ketadi deb qo'rqish kerak emas. Lekin pensiyadan tashqari qo'shimcha maqsadli yoki muddatli mablag' tushgan bo'lsa, uni albatta tekshirish kerak. Kartani ishlatmay yurish, balansni bilmaslik, SMS xabarini tekshirmaslik. Karta muddati tugaganini e'tiborsiz qoldirish keyinchalik katta ovora bo'lishga olib keladi. Men ekspert sifatida sizga tavsiyamni aniq aytaman. Bugunoq kartangizni tekshiring, oxirgi tushumlarni ko'ring. Qo'shimcha pul bo'lsa, manbasini aniqlang. Bank va mas'ul idoralardan yozma yoki aniq og'zaki javob oling. Hech kimga PIN kod va SMS kodni bermang. Oxirgi kungacha kutmang. Shunda pulingiz ham, asabingiz ham saqlanadi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizga qo'shimcha pul tushdimi? Bankda nima deyishdi? 3 avgust bo'yicha sizga ogohlantirish keldimi? Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ma'lumot kimningdir pensiyasini, yordam pulini va tinchini saqlab qolishi mumkin.